Bugün okuyduğumuz G'ni Batur toğrusida hikaye. Nefsini yığsan, canın aman kalır. Gomindançılarning zulümleri çekiye yetip, Jalal Şansayning adamları 1937-yili, 1944-yilları etrafda 100 mağlagan beguna akmul adamlarını kolga elip urup qiynap, ularning ostidan aman qolganlari sanoqliqlaydi. 1942-yillar bo'lsa kerak, G'ni Baturmu tutulup turmaga tashlanibdi. O kamerda yalğız yatadigan, chunki go'mindonchilar G'ni Baturni alohida xavfli jinoyatchi hisoblab, ana shundoq yalğız bir kamerga solgan ekan. G'ni Batur kamerga solangandan keyin toki bir necha oygacha har kuni tuzliq basaydan boshqa hech narsa bermabdi. 3 vaqt basay yeb sesifga kirib ketibdi. Tindi maydadori qolmabdi. Bir teri bir ustixon bo'lib, arvohga aylanib qolay deb qopdi. Ana shundoq kunlarning birida yo'g'on bir tovoqda petirmanda, yo'g'on bir cho'ganda achchiq damlangan choy elib kiribdi. G'ni Batur G'ni Baturga beribdi. Aslida go'mindonchilar G'ni Baturni oldi bilan toza mag'dursizlantirib, anadan biroqli quvvatli taom berib ko'zni yo'qotmoqchi bo'lgan ekan. Mantini ko'rib G'ni Baturning og'ziga seriq suv yig'ilib, bu mantilarni biroqli yevatkisi kelib ketibdi. Lekin o'zini tutyapti. Mantidan birini yebdi. Qo'yning quyruq mayda etilgan bu sho'rpliq manta uning og'zida erib ketibdi. Qo'lni ikkinchi mantaga so'zib, o'zini aran tutyapti. Haqiqatan raqiblar o'ylagandek, tuzliq basay bir oydan ochiq vaqtda G'ni Baturni tamoman ojizlashtirib, 3 oylarda may qolmay nefizlab ketgan ekan. Agar bir tovoq mantini yebassa, 3 oylar yerilib o'ng'ayli jon berish mumkin ekan. Bu chog'da go'mindonchilarning G'ni o'g'ri och ko'zlik bilan tomoqni ko'p yeb o'ldi deb hujjat yezib, uni sharmanda qilishi to'g'ri gap ekan. Lekin G'ni Batur nafsini yig'ibdi. Bir piyola choy ichib qolgan mantilarni ostag'ini yostiqning ichiga tiqib qo'yibdi. Bir ozdan keyin oshpaz kirib, "G'ni, mantini qo'yg'ishlatdim, o'xshabdimi, xohlasang yana kiray" deb ijibdi. G'ni Batur, "Manta bek o'xshabdi, hammasini qoldirmay yevatdim" debdi. Bek xushal bo'lib qaqoqlab kulib ketibdi. Tovoqni oshpaz elib ketib, yana manta akiribdi. G'ni Batur uning ko'zicha bir tal mantini yegandek qilibdi. U chiqib ketgandan keyin bu mantilarni yostiqning ichiga tiqibdi. G'ni Batur ashuna qilib nafsidan kechib, o'limdan omon qoldi. Raqiblar bo'lsa buning sirini bilolmay hayronlikqa cho'kibdi.